Bu joylarda ham hozir azizlar sizlardan iltimos qilamiz, befarq bo'lmanglar. Kelinglar, shu ishni yana bir qilaylik va hamda shu ishga hissa qo'shganlarga ham duo qilib turaylik. Hammanglarga kattadan katta rahmat. Alloh o'tganlarni rahmatiga olgan bo'lsin, qolganlarni salomat qilsin. Berayotgan mahsulotlarda Alloh barakotli qilib qo'ysin. Azizlar, salomat bo'linglar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Allohga omonat hamma. Salomat bo'linglar azizlar.